Uy ishi va tozalikni yaxshi ko'rmaydigan ayol bo'lmasa kerak, lekin nimagadir juda ham ko'p menga keladigan SMSlar siz ish qilayotganingizni ko'rib charchab ketaman, hammasiga qanaqa qilib ulgurasiz deb yozishadi. Menimcha sizlarning xayolingizda men 24 soat ish qilaman deb o'ylasanglar kerak. Yo'q, unaqa emas qizlar. Hamma ishlarimni 2 soatda qilib olaman. Bolalarim bog'cha maktabga tashlab kelishim bilan uy ishlariga kirishaman. Ertalabdan hamma ishlarimni qilib olsam, uyimda baraka, fayz bo'ladi. Va qolgan ishlarimga bemalol ulguraman. Bilasizmi, eng katta uyimda porядок saqlashimni sabablaridan biri bu uyimda ortiqcha narsa saqlamasligim. Juda ham ko'pchilik balki kerak bo'lib qolardi, ko'p narsalarni 1 yil davomida ishlatishmasa ham olib qo'yishadi. Men imkon boricha uyda ortiqcha narsalar, kichkina bo'lib qolgan kiyimlarni saqlamayman, hammasini kerakli joylarga berib boraman. Va kir mashinamda kirlarni yig'ib, to'plab yuvmayman. Har kuni ozgina-ozginadan kirlarni yuvib, dazmol qilib qo'yaman. O'shanda kirlar ham yig'ilib ketmaydi, dazmollar ham yig'ilib ketmaydi. Farzandlarimning kiyimlarini ham ichki ham tashqi tomondan albatta dazmol qilaman kuchli par bilan. Bu gigiyena uchun juda ham muhim. Va uyingizda doimiy porядок bo'lishini xohlasangiz, sizga har xil shunaqa shkaflar uchun organizerlardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Ham chiroyli ko'rinadi, ham hamma narsangiz akkuratni turadi. Agar meni blogim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta menga obuna bo'lib qo'ying va storieslarim, aktualnilarimni kuzatib boring, chunki har kuni foydali ma'lumotlar joylab boraman.